Assalomu alaykum YouTube ahli. Bu moshin bozori emas, bu propan bozori. Ya'ni ustanovkalar super mega chegirma narxida zavodskiy qilib ustanovkalar qilib beramiz barcha viloyatga. Aholi o'zi Tracker avtomobiliga ideal qilib super mega chegirma narxida propan, Cobalt avtomobiliga propan, Vohadan kelgan Nexus'imizga ham propan, bu tomonda ham 12 avtomobildan ishimiz bitkazildi. Xo'p, ishlaring qanday, kafolatlanganmi deydigan bo'lsalaringiz, oldi jihozga 1 yil garantiya beramiz. Ish sifatiga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Fagimen original ishlangan. Bu unchuncha ezilmaydi va issiqqa, sovuqqa o'rin o'zgartirmaydi. Ya'ni propanni hidi chiqadimi deb ko'pchilik savol berishadi. Agar mana shundan qo'yadigan bo'lsangiz 100% chiqmaydi. Xo'p, 10 ta kelgan ishtirokchi birinchisiga biz qaytarib o'tamiz. Mana shu annarazli filtr bo'ladi, mnograzli filtr bo'ladi. Chakashpan uzr. Mana shu narsadan bonus hisobida 10 ta ishtirokchiga qilib beramiz. Ulgurib qolgan joyi, ish sifati qanday degan bo'lsa, mana zavodskiy izolentlarda bizda aldamchi emas, zavodskiy qilib ustanovka qilib beramiz. 24 ga 7 obuna bo'ling va bu videoni qayerda sifatli propan yoki metan qo'ysam bo'ladi deb yurganlarga yuborib qo'ying. Keling super mega chegirmamizdan ulgurib qoling. Faqatgina obuna bo'lgan bo'lsangizgina amal qiladi bu chegirmamiz.